Assalomu alaykum azizlarim. Judayam bitta zo'r narsani tushuntirmoqchiman, xayolimga kelib qoldi. Qarang, aytaylik, ikkita inson rasm chizish bo'yicha musobaqada g'olib bo'lmoqchi. Bittasi ichida o'zini g'olib deb hisoblaydi, haqiqiy rassom deb hisoblaydi. Bittasi esa yutishga harakat qilayotgan inson deb hisoblaydi o'zini. Va mana shu vaziyatda qaysi insonda ko'proq g'olib bo'lish shansi bor? Va albatta o'zini rassom deb hisoblaydigan, o'zini master deb hisoblaydigan, o'zini g'olib deb hisoblaydigan insonda g'olib bo'lish shansi balandroq bo'ladi. Chem g'oliblikka harakat qilayotgan insondek emas, o'rganayotgan insondek, urinib ko'rayotgan insondek tutishni to'xtating o'zingizni. G'olib bo'lib yashashni boshlang.